Dadasi, ukangiz yangi ro'zg'or bo'lsa, puldan qiynalib qopti. Imkoniyatingiz bor-ku, yordam bersangiz bo'lmaydimi? Bo'pti, sen ovqatingga qara, men ukamnikiga o'tib kelaman. Uka! Kelin! Ye, assalomu alaykum aka, keling. Uka, yaxshimisan? Ye, aka. Kamingga ishlab, uka. Aka, bilardim. Aytmasam ham qiynalayotganini sevishingizni jigarim sizda baribir. Dadasi, ukangiz yangi ro'zg'or bo'lsa, puldan qiynalib qopti. Imkoniyatingiz bor-ku, yordam bersangiz bo'lmaydimi? Dadasi, kecha opangiz kelgandilar. Kiygan kiyimlari sal eskirib qopti. Uka bo'lib birorta yangi kiyim olib bersangiz bo'lar ekan, xursand bo'lib qolardilar. To'xtagan onasi, sen nimaga meni oila a'zolarimga bunaqa mehribon bo'lib qolding? Asl muddaoyingdan gaplashaylik. Nima xohlaysan? To'g'ri, meni bu ishlardan muddaoyim bor. 3 ta o'g'limiz bor. Ular hammasi ham boy bo'lib yashayvermaydi. Lekin shulardan bittasiga vijdonli, yaxshi xotin uchrashini istayman. O'shanda bir-biriga yordam berib, qiynalmay yashaydi.